Bir hafta oldin stomatit bo'lgan hayvonimiz. Tuyoqlarda oqsash bor, ibonepadodermat tishlari bor. Davolagani keldik. Hop, stomatit paytida mana yaqinroq olib kelib o'chgan. Tuyoq orasi mikrobakterioz padodermatitdan shikastlangan. Stomatitni davolashda fermerlar, chorvadorlar asididan kamroq foydalaninglar. Sabab mana bunaqangi kuydirib tashlaydi tuyoqni mana. O'lik to'qima bilan boyitib tashlaydi. Bu narsa faqatgina yemirilishga olib boradi. Asididan foydalanishda o'zini me'yorlari bor. Tuyoqlar tozalanib bo'lingandan keyin hayvonga 3 kundan 5 kungacha Flunex qilinadi. Bu nima uchun qilinadi? Nostril yallig'lanishni to'xtatish va mana bu tuyoqdagi uzoq muddatdagi og'riqni ushlab turish maqsadida kuniga bir mahal, agar og'riq kuchli bo'lsa, 2 mahaldan tomirdan yoki muskuldan 45 kg tirik vaznga 2 millidan qo'llash mumkin. Bu tasal bu vitamin hayvonda mana bu teri hosilalarini bitishiga yordam beradi, juda ham yaxshi effekt beradi va antibiotik sifatida oksitrasklin qo'llasa bo'ladi. Bu padodermatit oksitrasklin yoki bo'lmasa tilazin tarkibli antibiotiklar juda ham yaxshi effekt beradi.